Tomizda 6-chi Xalqaro stomatologlar kongressi o'tkazildi. Bu yil kongress ishtirokchilari stomatologiya va yuz jarrohligining dolzarb muammolari mavzusida o'zaro fikr almashdilar. Anjuman 20 dan ortiq davlatdan 120 nafarga yaqin yetakchi stomatologlar va mahalliy shifokorlarni bir manzilga jamladi. Toshkent dunyo stomatologlariga mezbonlik qilmoqda. Tibbiyotning ushbu tarmog'iga doir xalqaro tajribaning eng muvaffaqiyatli jihatlarini aynan O'zbekistonda tatbiq etish reja qilingan. Ayni maqsadda kongress doirasida mahalliy mutaxassislar va talabalar uchun 20 ga yaqin noyob operatsiya va mahorat darslari o'tkazilmoqda. Bugungi tadbirda qatnashganimdan xursandman. Xabaringiz bor, bugungi kunda raqamli stomatologiya sohasi yangi va ilg'or yo'nalishlardan biri. Kongressda ayni shu yo'nalishdagi masalalarga ham alohida e'tibor qaratildi. Bu borada tibbiyot muassasalari talabalarning bilimlarini oshirishi juda muhim. Shuning uchun bu yerga talabalarning, yosh mutaxassislarning jalb qilinayotgani quvonarli. Mazkur yo'nalishni amaliyotga keng tatbiq qilishda o'zaro hamkorlikning ham ahamiyati katta. Biz sizning mutaxassislaringiz bilan o'zaro hamkorlikda ishlashdan mamnunmiz. It's a great pleasure to see how is the development in Uzbekistan, how in dentistry. O'zbekistonda boshqa yo'nalishlar kabi stomatologiya sohasining ham rivojlanib borayotganligini ko'rish juda ajoyib. Ayniqsa so'nggi yillarda sog'liqni saqlash, tibbiyot va farmatsevtika yo'nalishlaridagi ijobiy o'zgarishlar juda ham ko'payib bormoqda. Men kongress davomida ko'plab o'zbek talabalari bilan suhbatlashdim va ularning bilimi hamda ishtiyoqi meni juda xursand qildi. Tibbiy oliy ta'lim muassasalaridagi sharoitlar bilan tanishish jarayonida barchasi talab darajasida ekanligini guvohi bo'ldik. Men kelgusida o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan hamkorligimizni yanada kengayishini xohlagan bo'lardim. Konferensiya davomida yuz jag' nuqsonlari bo'lgan bemorlarning kompleks reabilitatsiyasini takomillashtirish, klinik holatlarda to'liq olinadigan protezlar, bolalarda tish kariesini davolash va stomatologiya sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi masalalar muhokama etilmoqda. Mazkur tadbir nafaqat oliy ta'lim, balki ilmiy markazlar, ishlab chiqarish korxonalari va professional ta'lim maskanlari mutaxassislarini ham jalb etgan. Ilm-fan, amaliyot, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, biotibbiyot injeneriyasi, IT, virtual texnologiyalar kabi sohalarning tibbiyot bilan integratsiyasi ishtirokchilarning diqqat e'tiborida. Asosiy maqsadimiz hozirgi davrda stomatologik eng dolzarb masalalarni muhokama qilish, hozirgi zamon talabiga mos ravishda o'tkazilayotgan tashqi ishlash usullarini, davolash usullarini va stomatologik kasalliklarni oldini olish usullarini bir-biriga o'rgatish, yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish, qolaversa butun O'zbekistonda stomatologik fakultetlarda o'qiyotgan talabalarga shularni o'rgatib borish. Tadbir doirasida Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniyaning stomatologik uskuna va materiallarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalari tomonidan terapevtik stomatologiya va bolalar stomatologiyasi yo'nalishlarida xalqaro talabalar olimpiadasi ham o'tkaziladi.